Bolaligida unga shunday deyishgan: "Sen juda kichkinasan, juda nimjonsan, bizga esa kerak emassan." Shu tarzda boshlanadi Braziliyadan bo'lgan Rafinyaning hikoyasi. Uni deyarli barcha futbol akademiyalari rad etgan edi. U 7 yoshidayoq orzusi ortidan quvdi. 18 yoshida Avayi yoshlar jamoasiga qo'shildi. Bir kuni esa umidsizlikka tushib onasiga shunday dedi: "Men jamoadan ketaman. Professional shartnoma ola olmayapman." Onasi esa faqat shunday javob berdi: "Bu normal holat. Faqat o'yla. Agar klubdan ketsang, boshqa oddiy ish topishing kerak bo'ladi. Orzularing esa barbod bo'lishi mumkin." Ammo u ketmadi. U qoldi. Bir musobaqada uni Barsaning sobiq futbolchisi Deku ko'rib qoldi va unga shunday dedi: "Men sening agenting bo'laman va Yevropada senga klub topaman." Shu tarzda yangi yo'l boshlandi. Orzu amalga oshdi, lekin haqiqat qiyin edi. Xavi bilan murabbiylik ziddiyati, ispan matbuotidagi tanqidlar, uning Al Hilolga 100 million funtga transfer qilinish haqidagi mishmishlar tarqaldi. Klub uni sotishga tayyor edi, ammo u ketishni istamadi. Xavi ketgach, Hansi Flick kelgach, hammasi o'zgardi. Flick esa shunday dedi: "Menda hech qachon Rafinyaga o'xshagan futbolchi bo'lmagan. U butun borlig'ini beradi va yuragini o'yinga qo'yadi. U hali ham shunday o'ynaydi. Go'yo hayoti shundan iboratdek."